Mana. Baba, böyle topşımamızga cevap vermek o'zlatingchi. Onun topishmoqning javobini aytsam, Butun isbot o'qitar. yo'q, isbot bo'lmaydi. Shaxmatchilar. O'tini Shaxmatchilar yur deydi-ku. Men yurdim deydi, endi sen yur deydi. Shashka, shaxmat o'ynavchilar. Aytadi-ku, yurdingmi deydi. Shashma 2 marta yurasan, bo'ldi 1 marta yurding deydi-ku. Ana shunday shaxmatchilar bo'ladi. Keyin yomg'ir yog'ayapti. Yomg'ir yog'ayotganda qushlar qanday daraxtga qo'nadi? qo'y. Bizda adabiyotdan berilgandi bu. Nima uchun? Chunki hamma yoqda yomg'ir yog'adi, daraxtlar ho'l bo'ladi, keyin qushlar ho'l daraxtga qo'nadi. Bitta savol. Bir odam sayohatga seshanba kuni ketadi, keyin yana 2 kundan keyin seshanba kuni qaytib keladi. Seshanba kuni ketib, seshanba kuni qaytib keladi. 2 kundan keyin. Tush ko'rayotgan bo'ladi. Yo'q. Bir qosh kam bo'ladi. Bari mana bu kolxoz degani uchun deydi-ku. Topolmadim. Topolmaysizmi? O'sha odamning ismi seshanba bo'ladi. Seshanba degan ham bo'lsin. Ismi qanday? Bunday ismi yo'q. Bor. Yo'q. Juma borku masalan, juma oyi. Seshanba degan ism yo'q. Yo'q ism degan. Mana bizning Efendi bitta mana efendiniki bir boy bir sherigini olib borib shoshmadim, man apandim boplayman deb qarab turdi. Ey sen ahmoq, sen unday, sen bunday deb yomonlayveribdi. O'zi akamsiz turaveribdi o'zi. Keyin tashqariga chiqib, ha bopladimmi desa, qayerda bopladi, qaytaga u sizni bopladi. Har shundan ahmoq, cho'chqa deb so'kkanida akamsiz deb turdi. Mana cho'chqa akamsiz, shunma mana eshak akamsiz deb javobini o'zini ayttirganda. Aytadi-ku, ahmoq, garang degan akamsiz deganda, garang akamsiz, kim garang akamsiz? siz uni buzug'isi akamsiz desa, anjuman qo'shilsa, akam eshak degan so'zlar. Suv haqqingda suv. Diyorbek, Suv. bir kosa aytadimi? Bir kosa kam. Kami 2 litrmi, 3 litrmi? Bitta. Suvli bo'lsa, sho'rvali bo'ladi-da, shirin bo'ladi. Buning sho'rvasi qaynatma sho'rvanikidan shirin bo'ladi. Bu kalorini bo'ladi-da. Chunki parda pishadi, parda. Qaynatmada kam qoling. Yana 1 litr masalaylik.
Yana olib kelaymi? Ha, yana olib kel. To'ldirib. To'ldirib kel, quyib beramiz qarab. Bir ikki sasak sho'rvasi zo'r bo'ladi. Bu qozon necha litrlik bu? 12. 12 litrlik. Sho'rvasini ichamiz, zo'r sho'rva. To'ladi o'ylayapman. Ikkitagami? Mana shundaydan yana 3 marta olib kelasan-ku, 4 litr bo'lyapti suvi. Borayman. Uni qopqog'i bormi? Qopqog'ini. Mana. Qopqog'ini qo'yamiz. 2 soat qaynaydi, miltillab. Ana. Gazga qo'yamiz. Dimlamay sho'rvamizga taklif etamiz.